Alloh yo'limizni yo'qotib qo'yishdan asrasin. Alloh nazardan qolishdan asrasin. Alloh birovlarni, odamlarni hojatini chiqaradigan bandalaringdan qilgin. Odamlarga yaxshilik qiladigan bandalaringdan qilgin. Odamlarning ko'nglini oladigan bandalaringdan qilgin. Alloh rizqimni halolingdan, g'oyibingdan tinchlik, xotirjamlikda bergin deb so'rashimiz kerak ko'proq. Gap yo'q. Kerak emas dunyoning butun dunyosini pulini berganda ham Alloh xotirjamlik bermasa, tansihatlik bermasa yuqmasa Tatamaydi. Shuning uchun tansihatlik, xotirjamlik, ofiyat bilan, huzur, halovat bilan bergin deb so'rashimiz kerak.